Namoz o'qiganda sajda qiladigan o'ringa qarash. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Sheyx Muhammad Solih al-Munajjid hafizahullohning namozda xushu hosil qilishning 33 chorasi nomli kitobidan 10-chora namoz o'qiganda sajda qiladigan o'ringa qarash temasini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi minash-shaytonir-rojim. Sajda qiladigan o'ringa qarash. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda beshini oldiga egib, ko'zlarini tuvan qilib yerga qarab turadi. Imom Hakim to'plagan. Birda 479 ve bu hadisni ikki shayxning shartiga asosan sahih degan. Shayx Albani rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining sifati degan kitobining 89-betida bu hukmga qo'shilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Kabe'ga kirganda toki Kabe'dan chiqqanga qadar ko'zini sajda qiladigan yerdan ayirmagan. İmam Hakim toplagan birde 479 ve bu hadisni ikki shayxning shartiga asosan sahih degan. İmam Zahabi bu so'zga qo'shilgan. Shayx Albani rahimahulloh Irvaul Ghalil 273da bu hadisning hukmi shular degandekdir degan. Kishi tashahhudda o'ltirganda dua jarayonida midiriladigan va ishorat qiladigan barmoqi, ya'ni o'ng qo'lining ko'rsatkich barmoqiga qarash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh maltiqining yenidagi ko'rsatkich barmoqini qiblaga qaratdi va shu barmoqqa qaraydi. Imom Ibn Huzayma to'plagan 710-hadis. Shayx Albani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining sifati degan kitobning 139-betida bu hadisning sanadi sahih degan. Yana bir rivoyatga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qiladi va ko'zlarini shu barmoqdan boshqa yerga qaratmaydi. Imom Ahmad va Imom Abu Dawud to'plagan. Eskartish. Bazı kishilarning kallasida mundaq savol tug'ilishi mumkin. Namozda ko'z yumishning hukmi nima? Bo'libmi birov shunday qilish orqali texmi bakra xushu topadigan bo'lsa-chu? Bu savolga beriladigan javob shuki, bundaq qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biz yuqorida bayon qilgan sunnatiga ziddir. Namozda ko'zni yumib olish, namozda sajda qiladigan o'ringa qarashdan iborat bir sunnatning tark etilishidan derak berdi. Lekin bu masalaning chetilish doirasi buninglik bilan tugamaydi. Shuni biz bu haqda peshvolarimizning so'zlariga quloq solib boqayli. Allama Ibn Qayyim rahimahulloh shunday degan. Namozda ko'zni yumib olish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan emas. Biz yuqorida uning tashahhud va duoda ko'rsatkich barmoqiga qaraydiganligini va ko'zini shu barmoqidan ayirmaydiganligini qayd qilib o'tdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozda ko'zini ichib turadiganligi to'g'risidagi yana bir dalil shuki, u jannatni ko'rganda bir sapoq uzumni elish uchun qo'lini so'zgan. Shundaqla u yana davzaxni, mushukni qiynagan ayolni, hosa egisi, ya'ni mehjonni ko'rgan. Shundaqla u yana namozda oldidan o'tmoqchi bo'lgan hayvonni, bir yigitni, bir qizni va ikki kichik qizchaqni orqaga yondirib o'tgan. U yana namoz o'qiyotganda o'ziga salom qilganlarga qo'li orqali ishorat qiladi. Yana bir hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganda shayton uningga vasvas qilishga uringan
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shaytonni o'z ko'zi bilan ko'rgan va uni tutib olib bog'lab qo'ygan. Biz yuqoridagi hadislardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qiganda ko'zini yumib olmaydiganligini bilib olaymiz. Faqihlar namozda ko'zni yumib olishning makruh yoki emasligida ixtilof qilishgan. İmam Ahmad va boshqalar bunday qilishni makruh deb qarab, bu Yahudilarning qiliqidir degan. Lekin boshqalar buni makruh deb qaramagan. Bu vaqtdagi to'g'ri qarash shuki, agar bir odamning namozda ko'zini ichib turishi uning xushusiga ta'sir yetkazmasa, uning ko'zini ichib turishi afzal. Agar atrofda bezak yoki boshqa diqqat chachadigan narsalar bo'lib, birov namozda ko'zni ichib turganda xushusiga ta'sir etadigan bo'lsa, bu xil ahvolda ko'zni yumib olish makruh emas, balki mustahabdir. Chunki bu shariatning nishon prinsiplariga texmi uyg'undir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Zadal Ma'ad 1:293. Shunisi ro'shanki, birovning xushusiga ta'sir yetkazadigan narsalardan saqlanish zaruriyati bo'lmagan ahvolda namozda ko'zni ichib turish sunnatdir. Alhamdulillah, yuqorida namozda xushu hosil qilishning 33 chorasidan 10-chora sajda qiladigan o'ringa qarash temasini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.